Yurishni boshlamoqchimisiz? Ertalab turib, mana 6 modulni olishdi. Yurishni boshlang. Yugurishni boshlamoqchimisiz? Yugurishni boshlang. Shug'ullansam emas, shug'ullanaman. Intizom kerak emas. Sport qilgan odamda intizom bo'ladi. Ertalab zaryatka qilishni o'rgangan odam birdaniga bo'lmaydi, birdaniga har kun turib keta olmaysiz. Lekin bir taxminan 40 kun atrofida uzilib zanjir uzilsa ahamiyatsiz. 1, 2, 3, 4, 40 kun shu ishni eplasangiz yoki 21 kun shu ishni ishlasangiz yoki 66 kun shu ishni eplasangiz yoki 100 kun shu narsaga erishsangiz, o'zi u odatga aylanadi qoladi. Tamom, vassalom. Men ustozimdan so'raganimda, ustoz Qur'onni consistency bo'lishini nima qilish kerak deganimda, ustoz shunday ko'zida qaladida, o'qish kerak dedi. Tushundingizmi? O'qish kerak dedi. Shunaqada har kun o'qish kerak. Har kun o'qisangiz consistency bo'ladi.